Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Uyingizni tortib olishadi degan gap qanchalik haqiqat? Qaysi holatda uyga xavf tug'iladi? Qaysi holatda esa hech kim sizni uyingizdan chiqarib yubora olmaydi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Kadastri bor uy egasiga ham, kadastri yo'q hovlida yashayotgan odamga ham, ipoteka olganlarga ham, meros uyda yashayotganlarga ham. Chunki bitta noto'g'ri qadam, bitta imzolanmagan hujjat yoki bitta qarzni e'tiborsiz qoldirish keyinchalik juda katta muammoga olib kelishi mumkin. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin bu gapni ochiq aytaman. Qonuniy hujjatlaringiz joyida bo'lmasa, qarzlaringiz sudga o'tib ketgan bo'lsa, uy garovga qo'yilgan bo'lsa yoki yer uchastkasi o'zboshimchalik bilan egallangan bo'lsa, xavf bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday huquqiy tushuntirishlar bir kun kelib sizni katta zarar va asabiylikdan saqlab qolishi mumkin. Avval ko'p odamlar bitta oddiy tushuncha bilan yashardi. Men bu uyda 20 yildan beri yashayapman, demak uy meniki. Yoki otam qurgan, bobomdan qolgan, hech kim tegmaydi. Amalda esa huquqda bunday gap yetarli emas. Huquqda asosiy narsa hujjat. Uy joyiga egalik huquqi kadastrda ro'yxatdan o'tganmi? Yer ajratish qarori bormi? Oldi sotdi shartnomasi notarial tasdiqlanganmi? Meros rasmiylashtirilganmi? Ipoteka garovi bormi? Sud nizosi bormi? Mana shular hal qiluvchi masalalar. Ilgari ayrim holatlarda odamlar hujjatsiz uyda yillab yashab kelaverardi. Mahalla bilardi, qo'shnilar bilardi. Kommunal to'lovlar to'lanardi, lekin kadastr yo'q edi. Odamlar svet, gaz, suv menga rasmiy ochilgan, demak uy meniki deb o'ylardi. Bu katta xato. Kommunal to'lov kvitantsiyasi mulk huquqini isbotlaydigan asosiy hujjat emas. U faqat siz iste'molchi ekaningizni ko'rsatadi, uy egasi ekaningizni emas. Hozir esa davlat organlari elektron bazalarni ko'proq bir-biriga bog'layapti. Kadastr, soliq, majburiy ijro, bank, notarius, sud ma'lumotlari oldingiga qaraganda ancha tez tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar uy garovda bo'lsa, qarz sudga tushsa, ijro hujjati chiqsa, mulkka taqiq qo'yilishi tezlashadi. Agar yer hujjatsiz bo'lsa, qurilish ruxsatsiz bo'lsa, bu holat ham aniqlanishi osonlashadi. Demak, hech kim bilmaydi degan davr o'tib boryapti. Lekin eng muhim gapni eslab qoling. Hech kim sizning qonuniy uyingizni shuncha kelib tortib ola olmaydi. Uy joyini olib qo'yish, majburiy sotish, buzish yoki boshqa shaxsga o'tkazish faqat qonunda ko'rsatilgan asoslar bo'lsa va belgilangan tartibda amalga oshirilsa bo'ladi. Odatda bu yerda sud qarori, ijro hujjati, kompensatsiya tartibi yoki garov shartnomasi kabi huquqiy asoslar bo'ladi. Birinchi toifa, kadastr yo'q uyda yashayotganlar. Agar siz hovli yoki xonadonda yashayapsiz, lekin kadastr hujjati yo'q bo'lsa, eng katta xavf shunda. Masalan, bir oila 2005-yilda shaharning chekkasida yer olib uy qurgan. Mahalla tanigan, elektrlangan, gaz ham bor. Lekin yer ajratish qarori yo'q, qurilishga ruxsat yo'q, kadastr yo'q. 2026-yilda o'sha hududda yo'l kengaytirish yoki yangi qurilish loyihasi boshlansa, bu oila kompensatsiya masalasida juda qiynaladi. Chunki davlat yoki tashkilot birinchi navbatda hujjatga qaraydi. Bu yer sizga qonuniy ajratilganmi? Uy davlat ro'yxatidan o'tganmi? Bu degani albatta ertaga kelib buzadi degani emas. Lekin sizning himoyangiz juda zaif bo'ladi. Agar uy qonuniy bo'lsa, kompensatsiya, baholash, boshqa uy pul to'lov masalasini talab qilishingiz mumkin. Agar hujjat bo'lmasa, siz avval mulk huquqini isbotlash bilan ovora bo'lasiz. Bu esa vaqt, pul, advokat, ariza, sud degani. Ikkinchi toifa, ipoteka yoki kredit uchun uyini garovga qo'yganlar. Ko'p odamlar bankdan 200 million, 300 million yoki 500 million so'm kredit oladi va uyini garovga qo'yadi. Shartnomani imzolaganda baribir to'layman deb o'ylaydi. Lekin keyin ish joyi o'zgaradi, daromad kamayadi, dollar kursi yoki bozor narxlari ta'sir qiladi. Oylik to'lov kechikadi. 3 oy, 6 oy, 9 oy to'lanmasa bank sudga murojaat qiladi. Sud qarori chiqqandan keyin majburiy ijro byurosi ish boshlaydi. Uy xatlanishi, auksionga chiqarilishi mumkin. Masalan, odam 4 million so'm kredit olgan. Uy garovda. Oylik to'lov 5 million so'm. Dastlab 1000 yil to'lagan, keyin 2 oy to'lamagan, qarzdorlik jarima va foizlar bilan 10 millionga chiqib ketgan. Bank ogohlantirgan, lekin qarzdor keyin to'layman deb yuravergan. Natijada ish sudga o'tgan. Sud qarori chiqqach, uy egasi bu mening yagona uyim, olishmaydi deydi. Lekin uy garovda bo'lsa vaziyat boshqacha. Garov shartnomasini imzolagan paytda siz majburiyatni bajarmasangiz, garovdagi mulk hisobidan qarz undirilishiga rozi bo'lgan bo'lasiz.
Uchinchi toifa katta qarzi borlar va sud qarori chiqqanlar. Bu faqat bank krediti emas. Aliment qarzi, soliq qarzi, biznes qarzi, sud orqali undiriladigan zarar. Shartnoma bo'yicha qarzlar ham bo'lishi mumkin. Agar qarz sud orqali tasdiqlansa va ijroga berilsa, qarzdorning mol-mulki tekshiriladi. Avval bank kartalari, ish haqi, avtomobil, boshqa mol-mulk ko'riladi. Uy-joy masalasida esa holatga qarab qonuniy cheklovlar va tartiblar bo'ladi. Lekin agar sizning nomingizda bir nechta uy bo'lsa, ikkinchi yoki uchinchi uyni xatlash va sotish xavfi yuqoriroq. Masalan, bir odamning 1,20 million so'm qarzi bor. Uning nomida yashab turgan bitta uy va yana ijaraga berilgan bitta kvartira bor. Ijro organi qarzni undirish uchun ikkinchi kvartirani xatlashi mumkin. Odam bu ham bolalarim uchun edi, desa ham. Hujjatda mulk uning nomida bo'lsa, qarzdorlikni qoplash manbai sifatida ko'riladi. 4-toifa merosni rasmiylashtirmaganlar. Juda ko'p oilalarda ota yoki ona vafot etgan. Uy esa hali ham marhum nomida turadi. Farzandlar shu uyda yashaydi, kommunal to'laydi, ta'mir qiladi, lekin meros guvohnomasi olinmagan. Bu xavfli holat. Chunki keyinchalik bir qarindosh chiqib kelib, mening ham ulushim bor deydi. Yoki merosxo'rlardan biri qarzga botadi. O'z ulushiga da'vo qo'yiladi. Yoki uy sotilmoqchi bo'lganda notarius hujjatni o'tkazmaydi. Eng yomoni oiladagi kelishmovchilik sudgacha boradi. Masalan, otadan 6 sotuq hovli qolgan, 3 farzand bor. Katta farzand 15 yil shu hovlida yashagan, 2 ukasi boshqa viloyatda. Katta farzand men qaradim, men ta'mir qildim, uy meniki deb o'ylaydi. Lekin meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, qolgan farzandlar ham ulush talab qilishi mumkin. Agar oldindan hujjatlar to'g'ri qilinsa, bunday janjallar kamayadi. 5-toifa noqonuniy qo'shimcha qurilish qilganlar. Masalan, ko'p qavatli uyning 1-qavatida yashovchi odam balkonni kengaytirib do'kon qilgan. Yoki hovlida umumiy yo'lakka chiqib qo'shimcha xona qurgan. Yoki qo'shnining roziligisiz devorni surgan. Bunday holatlarda mening uyim, xohlaganimni qilaman degan qoida ishlamaydi. Qurilish normalari, yong'in xavfsizligi, qo'shni huquqi, umumiy foydalanish joylari bor. Agar shikoyat tusa buzdirish haqida talab qo'yilishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar uyingiz kadastrda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, oldi sotdi yoki meros hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, uy garovda bo'lmasa, katta sud qarzlaringiz bo'lmasa, yer qonuniy ajratilgan bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. Qonuniy mulk daxlsizligi himoya qilinadi. Lekin baribir hujjatlarni tekshirib qo'yish kerak. Chunki ko'p muammo odam o'z hujjatini ko'rmagani, nimaga imzo qo'yganini tushunmagani, uyda kimlar ro'yxatda turganini bilmagani sababli chiqadi. Birinchi nozik masala. Yagona uyimni olishmaydi degan gapni hamma holatga qo'llab bo'lmaydi. Qonunchilikda inson mutlaqo boshpanasiz qoldirmaslik, uy-joy daxlsizligi, ijtimoiy himoya tamoyillari bor. Lekin agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, ayniqsa ipoteka bo'yicha sotib olingan bo'lsa, bank oldidagi majburiyat juda jiddiy hisoblanadi. Siz shartnomaga imzo qo'yganingizda to'lamasangiz garovdagi uy hisobidan undirish bo'lishini qabul qilgan bo'lasiz. Ikkinchi nozik masala. Uy boshqa odam nomida bo'lsa, siz yashayotganingiz sizni avtomatik egaga aylantirmaydi. Masalan, er-xotin 10 yil bir uyda yashagan, lekin uy qaynonaning nomida. Keyin oilaviy nizo bo'lsa, kelin yoki kuyov, men shu uyga pul tikkanman deyishi mumkin. Lekin mulk huquqini isbotlash oson emas. Ta'mirga ketgan pullar, chek, guvohlar, kelishuvlar bo'lmasa, sudda da'vo qilish qiyinlashadi. Shuning uchun katta ta'mir yoki qurilish qilayotgan bo'lsangiz, mulk kimning nomida ekanini oldindan bilib oling. 3-nozik masala. Propiska yoki doimiy ro'yxat mulk huquqi emas. Juda ko'p odam men shu uyda propiskadaman, demak ulushim bor deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Ro'yxatda turish, yashash huquqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin u sizni mulkdor qilmaydi. Mulkdor kadastr va huquqiy hujjatlarda ko'rsatilgan shaxs. Albatta, voyaga yetmagan bolalar, oilaviy a'zolar, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin propiskani mulk bilan adashtirmang. 4-nozik masala davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer olinishi. Ba'zan yo'l, ko'prik, metro, maktab, shifoxona, boshqa infratuzilma qurilishi uchun yer uchastkalari olinishi mumkin. Bunday holatda qonuniy mulkdorga kompensatsiya berilishi kerak. Kompensatsiya faqat mana shuncha pul rozi bo'l degani emas. Baholash, kelishuv, boshqa joydan uy berish, ko'chirish xarajatlari. Ayrim holatlarda yo'qotilgan foyda kabi masalalar ham ko'rilishi mumkin. Lekin amalda muammo shundaki, odamlar hujjatni o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin men rozi emas edim deydi. Agar siz kompensatsiya shartlariga rozi bo'lmasangiz,
imzo qo'yishdan oldin advokat bilan maslahat qiling. Mustaqil baholovchi chaqiring. 5-nozik masala elektron auksion. Agar uy qarz sababli auksionga chiqsa, ayrim odamlar oxirgi kungacha kutadi. Kim olardi mening uyimni deb beparvo bo'ladi. Lekin auksion tizimi ishlaydi. Narx baholanadi, savdoga qo'yiladi, xaridor topilishi mumkin. Savdo o'tib ketgandan keyin uni bekor qilish juda qiyin. Shuning uchun ijro ishi boshlanishi bilan harakat qilish kerak. Qarzni bo'lib to'lash, kelishuv tuzish, sud qarorini qayta ko'rib chiqish asoslari bo'lsa, ariza berish, bank bilan restrukturizatsiya qilish. 6-nozik masala soxta ishonchnoma va shubhali oldi sotdi. Uy olishda eng xavfli holatlardan biri egasi chet elda, sotuvchi esa ishonchnoma bilan yuribdi. Ishonchnoma haqiqiymi, muddati o'tmaganmi, bekor qilinmaganmi? Unda aynan sotish vakolati bormi? Bular tekshirilishi kerak. Yana bir holat. Uy juda arzon sotilyapti. Bozor narxi 7 million bo'lgan hovli 1,2 millionga taklif qilinsa, sababini so'rang. Balki sud nizosi bordir, balki merosxo'rlar rozi emasdir, balki uy garovdadir, balki kommunal yoki soliq qarzlari bordir. Arzon narx ba'zan katta tuzoq bo'ladi. 7-nozik masala nikoh davrida olingan mulk. Agar xotin nikohda turgan paytda uy olingan bo'lsa, u faqat nomida yoki faqat xotin nomida bo'lsa ham umumiy mulk masalasi kelib chiqishi mumkin. Keyin sotishda turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinadi. Ajrim bo'lsa, ulush talabi paydo bo'ladi. Shuning uchun uy olayotganda oilaviy huquqiy oqibatlarni ham o'ylash kerak. Birinchi qadam. Uyingizning kadastr hujjatini tekshiring. Kadastr pasporti bormi? Mulkdor kim? Yer maydoni qancha? Qurilish maydoni qancha? Manzil to'g'rimi? Uy turi to'g'rimi? Hammasini ko'ring. Agar eski hujjat bo'lsa, yangilash kerakmi, yo'qmi? Kadastr organidan aniqlang. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga borishingiz yoki tegishli elektron xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Pasport yoki ID karta, mavjud hujjatlar, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori bo'lsa nusxalarini tayyorlang. Ikkinchi qadam, uyda taqiq, garov yoki sud nizosi bor yo'qligini tekshiring. Notarius orqali, kadastr ma'lumotlari orqali, bank shartnomalari orqali buni aniqlash mumkin. Agar uy garovda bo'lsa, qaysi bankda, qancha qarz qolgan, kechikish bormi, jarima hisoblanganmi, barchasini yozma ravishda oling. Telefonda aytilgan gapga ishonib qolmang. Bankdan qarzdorlik haqida rasmiy ma'lumotnoma so'rang. 3-qadam. Agar qarzingiz bo'lsa, yashirmang. Eng yomon yo'l qo'ng'iroqlarga javob bermaslik, xatlarni olmaslik, sudga bormaslik. Sud sizsiz ham qaror chiqarishi mumkin. Keyin men bilmadim deyish qiyin bo'ladi. Agar bankka qarzingiz bo'lsa, bankka ariza yozing. Oilaviy ahvolim o'zgardi, daromadim kamaydi, qarzni bo'lib to'lash yoki muddatini uzaytirish bo'yicha restrukturizatsiya so'rayman deb. Arizani 2 nusxada topshiring. Bittasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlang. 4-qadam, ijro ishi boshlangan bo'lsa, majburiy ijro byurosiga boring. Ijrochi bilan uchrashing, qaror nusxasini oling. Qarz miqdorini aniqlang, xatlangan mulk ro'yxatini tekshiring. Agar qarz miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, jarima ortiqcha bo'lsa, to'lov qilganingiz hisobga olinmagan bo'lsa, dalillarni ko'rsating. Cheklar, bank o'tkazmalari, shartnomalar, yozishmalarni yig'ing. Og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Hammasi hujjat bilan bo'lishi kerak. 5-qadam, meros uy bo'lsa, notariusga boring. Vafot etgan shaxsning o'lim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjati, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Meros muddatlari va tartibi bor. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa ham, ayrim holatlarda sud orqali tiklash yoki merosni qabul qilganlik faktini aniqlash mumkin. Buni cho'zib yurish katta xato. 6-qadam, noqonuniy qurilish bo'lsa, vaziyatni yashirmang, qonuniylashtirish imkonini tekshiring. Har bir noqonuniy qurilishni qonuniylashtirib bo'lmaydi. Agar u qizil chiziqda bo'lsa, yo'lga chiqib ketgan bo'lsa, qo'shni huquqini buzsa, xavfsizlik normalariga zid bo'lsa, muammo jiddiy. Lekin ayrim holatlarda hujjatlarni to'g'rilash, loyiha qilish, kadastrga kiritish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun kadastr organi qurilish bo'limi mahalla va zarur hollarda sud orqali harakat qilinadi. 7-qadam, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Keyin to'ldirib qo'yamiz. Bu oddiy ariza. Hamma shunaqa qiladi degan gaplarga ishonmang. Uy, yer, kredit, garov kompensatsiya bilan bog'liq har qanday hujjatni o'qib chiqing. Tushunmasangiz imzo qo'ymang, advokatga ko'rsating. 1 soatlik maslahat ba'zan 100 millionlab so'mlik uyni saqlab qoladi. 8-qadam, uy sotib olayotgan bo'lsangiz,
kamida 5 ta narsani tekshiring. Birinchisi, sotuvchi haqiqiy mulkdormi? Ikkinchisi, uy garovda yoki taqiqda emasmi? Uchinchisi, merosxo'rlar yoki turmush o'rtog'i roziligi kerak emasmi? To'rtinchisi, kadastrdagi maydon bilan amaldagi maydon mosmi? Beshinchisi, uyda sud nizosi yashovchilar, voyaga yetmagan bolalar, kommunal qarzlar bormi? Notarius tekshiradi. Lekin siz ham befarq bo'lmang. 9-qadam, barcha to'lovlarni bank orqali qiling. Uy sotib olayotganda naqd berib qo'ydim degan gap keyin muammo bo'ladi. Pul o'tkazmasi tilxat, shartnomadagi haqiqiy narx. Bank kvitansiyasi bo'lishi kerak. Shartnomada 300 million yozib, aslida 700 million berish katta xavf. Agar nizo chiqsa, siz hujjatda ko'rsatilgan summani isbotlay olasiz, qolganini isbotlash qiyin bo'ladi. 10-qadam. Oilangiz bilan hujjatlarni tartibga soling. Uy kimning nomida, kim merosxo'r, kredit bormi, garov bormi, hujjatlar qayerda saqlandi, buni oila a'zolari bilsin. Ko'p oilalarda otaning nomida uy bor, lekin hujjatlar qayerdaligini hech kim bilmaydi. Ota vafot etsa, farzandlar yillar davomida ovora bo'ladi. Shuning uchun hujjatlarni skaner qilib saqlang, asal nusxalarini xavfsiz joyga qo'ying. Bugungi eng asosiy fikr shuki, qonuniy hujjati joyida bo'lgan, qarzi sudga o'tmagan, uyini garovga qo'ymagan odam vahmi qilmasin. Hech kim kelib shunchaki uyingizni tortib ola olmaydi. Lekin kadastri yo'q uy, garovdagi uy, to'lanmagan kredit, rasmiylashtirilmagan meros, noqonuniy qurilish va sud qarorlari bo'lsa xavf real. Muammo kelgandan keyin yugurishdan ko'ra, hozir tekshirib oldini olish ancha arzon va oson. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni olib chiqing, kadastrni tekshiring. Qarzlaringizni aniqlang. Meros bo'lsa notariusga boring. Bank bilan muammo bo'lsa yozma ariza qiling. Eng muhimi, hech narsa ko'z yumib yurmang. Qonunni bilgan odam o'z uyini ham, oilasini ham, pulini ham yaxshiroq himoya qiladi. Sizningcha uy-joy bo'yicha eng katta muammo nimada? Kadastrdami, kreditdami, merosdami yoki kompensatsiyadami? Fikringizni kommentariyada yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men sizga yana shunday hayotiy, huquqiy va pulingizni saqlab qoladigan mavzularni sodda tilda tushuntirib beraman.